Nima uchun bola doimo yo'q deydi? Taxminan 2 yoshda bola birinchi yirik inqirozga yaqinlashadi. Bu shunday deyiladi, 2 yillik inqiroz. Bu yoshga kelib bola sezilarli tajriba to'plagan. Taxminan 1 yil davomida u mustaqil harakat qilmoqda va nutq orqali boshqalar bilan muloqot qila oladi. Kundan kunga chaqaloq onasisiz ko'p narsa qila olishiga ishonch hosil qiladi. Va bu yerda uni haqiqiy kashfiyot kutmoqda. Ma'lum bo'lishicha, u va onasi avval o'ylagandek bir butun emas, ikki xil inson ekan. Nihoyat buni tushunish va o'z kuchiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash uchun chaqaloq doimo chegaralarni sinab ko'radi. U qayerda tugaydi va onasi qayerda boshlanadi. Bunday tajribalar uchun eng qulay so'z yo'q so'zidir. Ba'zan bu juda kulgili ko'rinadi. Misol uchun, chaqaloq ichimlik deydi. Onam unga suv beradi va javoban yo'q deb javob beradi. Lekin siz o'zingiz shunchaki ichimlik so'ragansiz. Yo'q. Onam odatdagidek javoban eshitadi. Ba'zida bolaning bunday xatti-harakati kattalarda tirnash xususiyati va nochorlikni keltirib chiqaradi. Farzandingizdan keyingi safar ahmoqona yo'q degan gapni eshitsangiz, u uchun bu yo'q ortida juda muhim vazifalar turganini unutmang. U mustaqillikka erishadi va sizdan ajralish jarayonidan o'tadi. Sabr qiling. Biroz vaqt o'tgach, chaqaloq o'z rad etishini boshqarishni o'rganadi va uni hozirgidan to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan ishlatadi. Ba'zi tadqiqotchilar bu inqirozni 3 yillik inqiroz deb hisoblashadi. Aslida, u 2 yoki 3 yoshda boshlanishi mumkin, asta-sekin yoki o'tkiroq o'sishi va bir necha oydan bir necha yilgacha davom etishi mumkin. Hamma narsa juda individualdir.